talabalik oltin davr eng zo'r paytinglar shu deydi-yu. Men talaba oshnamga bunday qarayapman. Eng zo'r payti agar shu payt bo'lsa, buni bu yerga yashashda hojat yo'q. O'ziga suiqasd qilib hech kimga aytmay tarakan dori yeb olammi, bilmayman. Maktabda o'rganib qolganda 11 yillar ustozlar bu yil imtihondan o'ta olmasizlar, sinfdan sinfga qolib ketasizlar degan ustozlardan 11 yil o'tganda universitetda uni o'qimayapti. Jamiki bo'lgan fanlardan konspekt qiladi. Jismoniy tarbiyadan ham konspekt qilyapti. Kastim shunda dushga kiryapti. Jalis tuyda uxlayapti, tushunasizlarmi? Doim formada bo'ladi deb. Kimdir sessiyadan olib o'tib qo'yaman desa, dada deyishga ham tayyor. Biz sessiyadan o'ta olmay qolsanchi, desangiz ayadan so'kkanda eshitilyapti hali bolaga. Shunaqa kimdir haligi kitobga jamiki olimlar bor-ku, nimadir yangilik kiritgan, nimadir o'zgartirish kiritgan. Ashlarni shunaqa qarg'ayapti. Eng qizig'i, mashinasidan eplab o'tib olsa, u yoq oson do'stim. Qiyinda shu sessiya deydi. Sessiyadan oldingi hayoti ham bo'lmishdan ancha farqli. Bo'lmish ichardi. O'zini xursandchiligi uchun u ham. Eng qizig'i bu hamma yoq topshirib borsa, dadasi eshik tagida lapatiga ko'tarib turibdi, kanikunicha agarotga baylab berdi.